universitetga tashrif buyurishdan maqsadimiz o'z universitetimizning arxitektura yo'nalishini namoyish etish va bu yerdagi o'qitish uslubini kuzatish edi. Eng muhimi, men arxitekturaning nozik jihatlarini o'rganishni va bu yerda turli me'moriy uslublar bilan tanishishni istagan. Butun universitet jamoasiga, ayniqsa hurmatli rektorga samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Nafaqat O'zbekistonga kelganimizda, balki hali o'z mamlakatimizda bo'lgan vaqtlarimizdayoq ular biz bilan juda muloyim va e'tiborli muloqot olib bordilar. Barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etdilar va bizning qulay hamda muammosiz yetib kelishimizni ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rdilar. Bundan tashqari, aeroportda ham, universitetda ham ko'rsatilgan iliq kutib olish yuqori darajada bo'ldi. Biz shunday nufuzli universitet va o'z ishiga fidoyi jamoaning mehmoni bo'lishdan chin dildan mamnunmiz va bu biz uchun katta sharafdir. O'z navbatida biz ham sizning professor o'qituvchilaringiz va talabalaringizni o'z mamlakatimizda va universitetimizda mamnuniyat bilan kutib qolamiz. Ozarbayjondan kelgan talaba sifatida biz O'zbekistonda zamonaviy TIFT universitetining professor o'qituvchilari va talabalarining ijodiy faoliyatidan katta taassurot oldik. Shaxsan men talaba sifatida bu zamonaviy yondashuvlarni o'z universitetimizning ta'lim jarayonida joriy etamiz deb hisoblayman. Bunday almashinuv dasturlari bizning ta'lim muassasalarimiz o'rtasida yanada tez-tez o'tkazilib turishini juda istardim. Kelajakda O'zbekiston va Ozarbayjon universiteti o'rtasida akademik aloqalar yanada mustahkamlanishiga umid qilaman. Har doimgidek TIFT universitetida bizda qiziqarli loyihalar amalga oshiriladi. Bu safar Ozarbayjonning Baku muhandislik universitetidan bir turli gruppamiz tashrif buyurishdi. Ular uchun mana bugun biz Samarqand turini amalga oshirdik. Har bir kelgan mehmonlarimiz bundan juda ham hayratda qolishdi. Yangi ochilgan komplekslar va ayniqsa Imom al-Buxoriy majmuasiga tashrif buyurishganda bundan juda ham xursand bo'lishdi. Ajoyib taassurotlarimiz samolyot qo'ngan va biz undan tushgan paytdan boshlandi. Biz darhol qadimiy madaniy davlatga kelganimizni his qildik. Bugun universitetga kirganimizda ayniqsa iliq kutib olish va ajoyib muhit bizni juda hayratlantirdi. Biz o'qituvchilarning san'atga bo'lgan ishtiyoqini va o'z ishlariga fidoyilik bilan yondashayotganliklarini ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Yaqin kunlarda ular bilan hamkorlik qilishni va yanada chuqurroq suhbatlar olib borishni intiqlik bilan kutmoqdamiz. Biz hamkorligimizni davomiy bo'lib qolishini umid qilamiz va talabalar hamda o'qituvchilar bilan birgalikda umumiy loyihalar va muhokamalar ustida ishlashni davom ettiramiz. Oldinda bizni
ko'plab ajoyib kunlar kutmoqda deb ishonaman. Active.